Do'stlar, hammaga salom. Bugun biz albatta yangi versiyada emas, Minecraft 1.16-versiyada o'ynaymiz. Hozir bir daqiqa nasl ekanini so'rab birda. Xo'sh, ana do'stlar, mana ketdi. Ha, ana bo'ldi. Ana endi biza o'zimizni miramizni albatta o'tsa bo'ladi. Xo'sh do'stlar, bugun men imperiya quraman. Albatta oddiygina kreativ rejimida emas. Albatta kreativ rejimida emas, lekin imperiya qurishga harakat qilaman do'stlar. Bugun men mana shu mirimdagi hozir bir daqiqa men inventarimda narsalarim bormi? Yo'q ekan. Mayli do'stlar, mana shu mirda hozir biz nima qilamiz? Albatta imperiya quramiz. Imperiya qurish uchun esa bizga narsalarimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, bu videoni olish uchun menda jami yarim soat vaqtim ketdi. Do'stlar, shuning uchun bu video albatta like bosishimizga arziydi. Shuning uchun do'stlar, videolarimizga like'larni to'xtatmanglar. 100 ta emas, 1000 ta bo'lishimiz kerak. Albatta biz artefakt kanaliga, ya'ni bir daqiqa. Xo'sh do'stlar, mana shu kanalga o'tib turib podpisatsiya tugmasini bosib, kerak bo'lsa qo'ng'iroqchasini bosib, birinchi videosiga kirib turib, mana shu yerga like tugmasini bosib turib, mana shu yerga Diamond Diamond pastkizicha uzdan salom deb Diamond uzdan salom deb yozib qo'yasizlar. Xo'sh do'stlar, mana endi videomizga qaytamiz. Do'stlar, hozir biza albatta imperiya quramiz deb kelishgan edik. Imperiya so'zini juda ko'p aytib yubordim. O'zi bugun juda ham charchadim do'stlar. Do'stlar, biz mana shu yerdan kiramiz. Bu uy juda ham katta. Shuning uchun bu yerda yana aylanib chiqib yotmas. Men axir video olyapman, yaramas. Oshxona qani? Xo'sh, ana. Oshxona ham topildi. Xo'sh do'stlar, endi biz mana shu yerda dunyodagi eng qudratli bo'ltalar va kirkalardan o'rib olamiz. Mana endi. Endi biz olmosni yaxshi ko'ramiz. Do'stlar, bizani albatta kanalimiz ham Diamond Uz deb nomlanadi. Mana. Ana. Xo'sh do'stlar, endi biz bu yerdan trident va totem olamiz. Xo'sh do'stlar, endi biz mana shu kamon va mana shu voy narsalanglari chitmish. Xo'sh, endi biz komanda blokdan qayerdan chiqadilar? Xo'sh, ana do'stlar, uydagilar ham gapirishib yuribdi. Xo'sh do'stlar, biz hozir endi bu uydan chiqib olishimiz kerak. Eson-omon albatta. Oshxonaga qaytib keldikmi? Kattachkacha iplos. Ana bo'ldi. Do'stlar, bu video juda ham ko'p qismlardan iborat bo'ladi. Shuning uchun biz ochiqroq joyga borib, aynan mana shunday komanda blokdan quramiz. To'xtab turinglar, mana shuni qo'yib olib, inventarim to'lib ketdi. Xo'sh, mana shu qilichdan boshqa hammasi shu yerda turadi. Ana bo'ldi. Endi bizda qilich bor. Do'stlar, endi biz imperiyamizni qurishni boshlaymiz. Xo'sh, albatta komanda blok yechish qurish juda qiyin va moblar kira olmasligi uchun endi biz shu usulni qo'llashga majbur bo'lamiz. Do'stlar, bu video ostida 20 tasini 100 ta yig'ilgani zahoti men allaqachon ikkinchi qismini chiqaraman. Meni kanalimni yaxshi ko'rgan odamlar bo'lsa,
odamlar bo'lsa, men o'shalarga albatta kommentariyada havola qoldiraman. O'zim javob beraman shu gapimga. Do'stlar, mana allaqachon imperiyani ham ustlarni qurib bo'ldik. Mana shuncha kattalikda bo'laveradi. Bizga allaqachon yetib qolsa kerak. Hozir bir daqiqa. Bo'ldi do'stlar, mana allaqachon videomizga ham qaytib oldik. Bugungi videoda juda ham ko'p pauzalar qildik do'stlar. Mana endi devorimiz shunchalik darajada katta bo'ladi. Keyingi qismda albatta men buni tepalik qilib o'tirmayman. Men albatta chitishadi bo'lsa ham mana shu imperiyani quraman do'stlar. Va keyingi qismda bu chitni kommentariyamdagi havola orqali qoldiraman. Do'stlar, albatta kommentariyada ссылка qoldiraman. O'shanga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar do'stlar. O'shanga o'tib obuna bo'lib qo'yganingizdan so'ng esa men sizga hayotda qanday ko'rinishimni albatta YouTube'da ham ko'rsatganman. U yerda ham yuzimni ko'rsatganman. Do'stlar, mana shu video ostida albatta men havola qoldiraman. Tunchib qoldimi? Ana endi normalniy. Quyosh senga nima bo'ldi? Axir dumalak eding qolding qismda. Ham mayli do'stlar. Bu quyoshda endi baribir. O'zini hammalar qudratliman, chiroyliman deb o'ylaydi. Mana shu komandning blok kuchiga lekin yeta olmaydi. Do'stlar, men sizlarga artefakt kanalini maqtaganimda qishloqi degan bot kimsa bor. O'sha bot kimsadan qishloqi bot deb yozib yuboringlar, iltimos sizlardan. Lekin buni Diamond aytdi deb aytmanglar, yana mendan xafa bo'lib o'tiradi, lekin juda ham hazilkash inson. Bola u ham. Do'stlar, uni ham kommentariyasidagi ссылка, ya'ni havola orqali kirib o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Unda ham juda ham zo'r modlar bor. Masalan, Portal Gun modi bu Bedrock versiya uchun ham to'g'ri keladigan mod do'stlar. Xo'sh, mana kofiyasini ham qurib bo'ldik. Ana endi bo'ldi. Do'stlar, endi bu yerda eshik qilamiz. Albatta bu eshikimiz tagi yana bitta sinmaydigan blok. Ya'ni to'xtanglar do'stlar, sizlarga komandli blokdan tashqari baryerni ham ko'rsataman hozir. Mana shu give deb yozib olasizlar. Kichikcha p deb yozasizlar. Baryer. Ya'ni ko'rinmas blok do'stlar. Mana bu dunyodagi eng qudratli bloklardan sanaladi. Ham ko'rinmas, ham chiroyli, ham qip-qizilgina. Havoda afsus bu Java versiya emas, shuning uchun havoda biz pastga o'tirib mana shu komandli blokning ichiga kirmasdan bloklarni qo'ya olmaymiz. Do'stlar, bu baryerni men qilgan kilkada sindirsa bo'larmikan? Tekshirib ko'raylikchi. Hozir bir daqiqa to'xtanglarchi. Mana afsonaviy kirkam qani edi? Mana u afsonaviy kirkam. Hozir bir daqiqa. Xo'sh do'stlar, mana baryerimiz ham bo'ldi. Xo'sh, endi mana shu yerdan baryer mana baryer. Mana sindirib bo'lmayapti. Eshitlisizcha, men dunyoda eng qudratli asarlarni kiyib qo'ymasam, menga hech nima qila olmaysan. Shuning uchun do'stlar, mana shu video 10 minutdan iborat bo'ladi. Sizlar esa takrorlanmas layklaringizni qo'yishda davom etinglar. Do'stlar, bu videoda biz mana shu
8 qavat qilamiz. Mana bu chankimiz. Mana bo'ldi. Xo'sh do'stlar, mana shu davomida davom etaman men va pastni albatta lavadan qilaman do'stlar. Xo'sh do'stlar, bugungi video sizlarga yoqdimi? Sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta takrorlanmas layklaringizni bosing va bundan ikkinchi qismini ko'rishni xohlasangiz, albatta 100 ta like yig'inglar do'stlar. Hayır, hammaga hayır. Va mana bu afsonaviy qilichimizni unutmanglar. Hayır.